Viloyat soliq boshqarmasi bo'lim boshlig'i Sherzodbek Jabborov bugun studiyamizda mehmonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, Sherzodbek aka, sizni studiyamizda xush ko'rdik. Umuman olganda bugungi suhbatimiz ana shu qaror hamda nizomda belgilangan tartiblar borasida bo'ladi. Keling, dastlab soliq to'lovchilarga tushuntirish berib o'tsangiz. Darhaqiqat, qo'shilgan qiymat solig'i ma'murchiligi yo'nalishida juda ko'p yangiliklar bo'ldi bu yil 26-yildan. Shulardan biri elektron hisobot fakturalarni xavf darajasini aniqlash haqida bo'ldiki, bu elektron hisobot fakturalarimiz ilgari yozilgan hisobot fakturadagi qo'shilgan qiymat solig'i to'g'ridan to'g'ri soliq to'lovchini shaxsiy varaqasiga summa kelib o'tirardi. Hozir bularni tahlil asosida qizil hamda zangor turlarga ajratildi. Siz tovar sotib oladigan bo'lsangiz, sotib olgan tovaringizdagi qo'shilgan qiymat solig'i shu sotib olingan tovarni sotib olgan tashkilotni soliq organida haqdorlik bo'lib o'tiradi. Shu paytgacha qaysi fakturani yozsa to'g'ri o'tirib kelgan. Endi bu yildan boshlab qizil zangor qilib tahlil asosida tus berildiki, bunda zangor faktura bo'lsa to'g'ridan to'g'ri o'tiraveradi. Agar qizil bo'ladigan bo'lsa, bu demak xavf darajasida nimadir noaniqlik bor. Unga aniqlik kiritish kerak, yo kontragentni qarzdorligi bor. Xuddi shu borada so'rashmoqda. Demak, bu nizom doirasida soliq to'lovchilarda turli savollar paydo bo'lyapti. Demak, birinchi savolni aytadigan bo'lsam, sotuvchi tomonidan menga yuborilgan elektron hisob faktura qizil bo'lsa nima qilishim kerak deb so'rashmoqda. Buni summa misolida agar tushuntiradigan bo'lsak, 100 millionlik tovar sotib olinsa, shunda 12 million so'm qo'shilgan qiymat solig'i bilan jami 112 million so'mga sotib oladi. Agar sizni haqiqatda shu sotib olayotgan tovaringiz bo'yicha hisobot faktura qizil bo'ladigan bo'lsa, 12 million so'mni qachonki byudjetga to'lab berilsa, keyin hisobga olish mumkin bo'ladi. Ungacha hisobga olinmay turadi. Juda yaxshi. 12 million qo'shilgan qiymat solig'ini byudjetga kim to'lash kerak o'zi asli? 12 million qo'shilgan qiymat solig'ini o'zi asli tovarni sotib olganda sotib oluvchi kontragentga 112 million so'm qilib o'tkazib beradi. U kontragent byudjetga o'tkazib berishi kerak. Hozirgi yangi tasdiqlangan nizomimizda agar u mahsulotni sotib olganda faktura qizil bo'ladigan bo'lsa, kontragentni o'zi ham, tovarni sotib oluvchi ham to'lab olishi mumkinligi belgilab qo'yildi. Juda yaxshi va navbatdagi savollarimiz bor. Agar menga qizil elektron hisob faktura kelguncha men 112 million so'mni kontragentga to'lab bergan bo'lsam nima bo'ladi degan murojaat bilan savol berganlar. Agar summani tovar sotib olganda to'lab berib bo'lgan bo'lsa, qachonki kontragent u 12 millionni byudjetga to'lagungacha uni zachetga ola olmaysiz. Yaxshi, demak, xavf darajasi past bo'lgan qo'shilgan elektron hisob fakturani qabul qilgandan so'ng keyinchalik u xavf darajasi yuqori, ya'ni qizil bo'lib qolishi mumkinmi? Yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu tasdiqlangan nizomga asosan bu belgilab berildi. Qizil faktura zangorga aylanishi mumkin, lekin zangor holatdagi fakturani qizilga aylanmaydi. Juda yaxshi va navbatdagi savol bilan murojaat qilmoqchimiz yurtdoshlarimizdan kelgan. Agar elektron hisob faktura qizil bo'lsa, shu oyni qo'shilgan qiymat solig'i hisoboti taqdim etib bo'lgandan so'ng kelgusi oyda ushbu elektron hisob faktura yaxshilansa, avvalgi oy uchun qo'shilgan qiymat solig'i hisoboti qay tarzda taqdim etilishi kerak? Tushundim. Bu savol demoqchi, qayta hisobot degan anaqamiz bor. Yanvar oyida o'sha sotib olgan tovar uchun hisobga ola olmadi. Bu sababi qizil edi. Fevral oyiga o'tdikda, agar u hisobot faktura zangorga aylangan bo'lsa, yanvar oyi uchun qayta hisobot beramanmi demoqchi. Qayta hisobot berilmaydi. U fevral oyining o'ziga borib o'tiradi o'sha summa. O'sha oyning o'zida. Juda yaxshi. O'zi mana shu qizil, sariq va yashil toifalarni o'zi nazorat qilib borishi ham mumkinmi, ko'rib borishi ham mumkinmi? Hozir holati qanday ekanligini? Bu fakturalarimiz, men kimdandir tovarni sotib olsam, u tashkilot menga hisob varaq fakturani jo'natdi. Shuni o'zida ko'rinib turadi.
bu qizilligi yo zangorligi. Agar qizil bo'lsa, shu fakturani o'zida to'lov qilib olish imkoniyati ochildi. Yonida to'lov topshiriqnomasini shakllantirib 12 million so'mini byudjetga, 100 million so'mini kontragentga to'lab olish imkoniyati bor. Ko'rinib turadi o'zi. Endi bir so'z bilan aytganda, mana shu qilingan tashabbus, qilinayotgan loyiha qaror ijrolari nimalarga xizmat qiladi? Qaysi tomonlama ahamiyatli? Bu har tomonlama ahamiyatliki, avvalambor byudjetga ahamiyati katta. Sababi byudjet tushumlarimiz oshadi. Bundan tashqari sotib olayotgan tovaringizda kim bilan ishlayotganingizni ham ko'ra olishingiz bor. Aldanib qolmaslik, tadbirkorlarimizni himoya qilish. Bu ham aslida qulaylik. Ha, shundoq. Juda ham yaxshi. Demak, Sherzod aka, bugungi javoblar uchun kattakon rahmat aytamiz. O'ylaymizki, soliq to'lovchilarimiz uchun ancha kerakli savol-javob bo'ldi. Sizni studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat.